Bu video yo'l qurilishi bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun hozir katoklarimizni birma-bir narxi bilan aytib o'tamiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yoqda mana 6,5 tonnali одновальцовый gruntovый katokimiz narxi $25,500. Ko'rishingiz mumkin, yeppa yangi texnikamiz. Bu yoqda mana 10 tonnali XMG dan katokimiz, bu $36,000, 103G. Bu yoqda двухвальцовый 8 tonnali katokimiz, vibratsiyalari bor, hammasini narxi $59,000 dan sotuvda tayyor turibdi. 4 ta dona narxi kelishtirib beriladi, yana 23-yil bu 4 ta dona XMG katokimiz asatgada qolgan. Bu yoqda mana $60,000 dan Shantoydan 8 tonnali двухвальцовый katokimiz, bu ham juda ham sifatli texnika. Mana kabinalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana yana bitta texnikamiz 10 tonnali $36,000, 6 tonnali katokimiz $49,200 akalar. 163 modeldagi XMG dan одновальцовый katokimiz. Bu yoqda mana 14 tonnali katokimiz $43,200 dan tayyor turibdi. Kelasizlar, xarid qilasizlar, bir kunda olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana bir dona 180 talik greyderimiz qolgan. Video obzor oldik, to'liq obzor YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Narxi $83,000, bir dona asatgada qolgan bu yer. 25-yil. Bu yoqda mana 4 tonnali katokimiz $27,500 dan, orqasida 3 tonnali katokimiz bor Shantoydan, uni narxi $24,000. Agar kimga shunaqa yo'l qurilish texnikalari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Narxi bilan har bitta texnikani birma-bir berib olamiz. Pastda telefon raqamli telefon qilsanglar, yana ham savollar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Narxlarni kelishtirib beramiz. Sotuvda 100 ga yaqin mazamizda texnikalar turibdi. Bu yoqda katta гусеничный ekskavatorlar, колесный ekskavatorlar, 150 talik, 180 talik avtovishkalarimiz bor, pogruzchiklar bor. Telefon qilaverasizlar akalar. Hammanglarga omad, ishlaringizga rivoj.